Nainki iqtisodiy barqarorlik, balki jamiyat hayotining barcha jabhalari ilm-fan ravnaqi bilan chambarchas bog'liq. Ushbu hayotiy haqiqat bugun zamonaviy taraqqiyotning barcha jarayonlarida yaqqol ifoda topmoqda. Azaldan yirik ilm-fan, madaniyat va ma'rifat markazlaridan biri bo'lgan Azim Toshkent bugun yana olimlar, tadqiqotchilar, fan fidoyilariga rag'bat beruvchi manzilga aylanmoqda. Davlatimiz rahbari dastlab o'simlik moddalari kimyosi institutiga tashrif buyurdi. Bu yerda prezidentimizga mazkur ilmiy muassasa faoliyati, olib borilayotgan ishlar, istiqbolga mo'ljallangan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berildi. Aytish joiz, hozirgi paytda bu yerda xalqaro GMP standartiga muvofiq tajriba ishlab chiqarish jarayoni modernizatsiya qilinmoqda. Buning natijasida yiliga 500 tonnadan ziyod o'simlik xom ashyosini chuqur qayta ishlash imkoniyati yaratiladi. Joriy yildan 30 dan ortiq tabiiy toza, import o'rnini bosuvchi va eksportbop dori vositalari ishlab chiqarila boshlanadi. Institut faoliyati ko'proq farmakologiyada eng muhim fundamental asos va juda murakkab jarayon hisoblangan substansiyalar ustida tadqiqot olib borishga qaratilgan. Taqdim etilgan loyihalarga muvofiq institut negizida biologik faol moddalarning klinikaga qadar tadqiqotlari va skriningini tashkil etish markazi yaratiladi. U bevosita GMP standarti bilan bog'liq bo'lib, natijadorlik hozirgiga nisbatan 4,5 barobarga ortishi kutilyapti. Muassasa tadqiqotlari yoritilayotgan rus va ingliz tillaridagi jurnallarda 40 dan ziyod mamlakat olimlarining ilmiy ishlari nashr etilmoqda. Institut Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy, Turkiya, Latviya va Qozog'istonning nufuzli kompaniyalari hamda ilmiy muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Davlatimiz rahbari o'simlik moddalari kimyosi instituti faoliyatining o'rni va ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Bu institut salohiyati juda yuqori. Albatta dunyoda hamma narsa nisbiy zo'r. Lekin 32 million xalqqa nisbatan umuman hali rivojlanish yo'q desak, bu adolatdan bo'ladi. Nima uchun innovatsiya vazirligini tuzdik? Bu innovatsiya vazirligi ko'z-ko'z qilish emas birovga. Innovatsiya vazirligi sizlarga ko'mak berib, eng katta narsa sizlarga shu investitsiyani olib kelib, mahsulotlaringni bozorga chiqarayotgan ko'prik bu. 90-yildagi sharoitimiz ilmda hozirga nisbatan 100 karra yaxshi. Hamma sohada bizda baza bor edi, ilm bor edi, metodika bor edi, yoshlar intilar edi. Hamma ilmga qanday bo'lmasa ham konkret navbat bo'laman deb harakat qiladi. O'zimizni, xalqimizni ertangi kunni o'ylamadik. O'zimizni, yoshlarimizni mana shu ilmga intilishiga sharoit yaratmadik desak, bu to'g'ri bo'ladi. O'zbekistonga kelgan $100 $10 ilmga, $5 ilmni tayyorlashga ketish kerak. Qat'iy nazar nimaga? Qurilishga investitsiya keladimi? Yo'lga keladimi? Qishloq xo'jaligiga keladimi? Milliard kelyapti. Mana hozir biz Navoiyda 1 milliardga yaqin katta 3 ta proyekt qilyapmiz ximiya bo'yicha. Qaysi bizda institutimiz aralashyapti? Endi butun O'zbekistonning jarayoni, qanday jarayoni? Innovatsion jarayonni investitsiya. Bu nima degani bo'ladi? 14 milliard importni qisqartirayotgan odamlar. Amerikadan kelayotgan, mana arablar bilan haqida gaplashamiz. Agar shuni bilsak, ularda ilmiy fond bor ekan. Har bir kelgan dollar 1% ilmga, 1% oliy ta'limda podgotovkasi ketar ekan. Bu davlat kelajagi buyuk deydi. Mana kecha qarorda ko'rilgan yozuvchilarga bo'lgan e'tiborimizdir. Bu hech qachon bunaqa bo'lmagan. Yozuvchilar 27 yil ichida vatansiz bitta joyi bo'lmagan. Nima uchun men uni qurdim? Hech kim tasavvur qilmadi. Alisher Navoiyga hurmatimizni, ehtiromimiz bildirib bu binoni qurdim. Navoiy bobomiz bor, lekin yozuvchilar bir so'm puli yo'q, uyi yo'q, ular bilan hech kim gaplashmaydi. Bir varaq she'r yozish uchun 4 ta kitob o'qish kerak. Nima uchun men 4 ta 5 ta maktab qildim? Abdulla Aripov, ularning ichida 200 ta ichida 2 ta chiqadi. 10 yilda 2 ta chiqadi. Har bir 5 ta maktabdan 2 ta chiqsa, Zulfiya xonim chiqadi, Hamid Olimjon chiqadi, Erkin Vahidov, Muhammad Yusuf chiqadi, Ibrohim Yusuf chiqadi. Chiqadi. Xuddi shunday kimik, fizik qayerdan chiqish kerak? Bu yerda tizim kerak. Qanday? Rivojlangan davlatlarda qanday? Germaniyada qanday? Yaponiyada qanday? Xitoyda qanday? Xitoy 60 yilda Koreya shunday erishdilar. Biz ham 30 yil bo'ldi-ku biz. Biz borimizni yo'q bo'ldik. Biz 30 yil yo'qotdik. Bizni potensialga teng mamlakat bo'lishi mumkin emas ilmda. Qani u? Shuning uchun men bu yerga kelganim bu institut
bizni vatanimizga hali juda katta hissa qo'shishiga ishonaman. Shu paytga qadar bunday muassasalar ularning moddiy texnik bazasini rivojlantirish, olimlarga tadqiqot olib borishlari uchun yetarli e'tibor qarata olmadik. Endilikda yo'naltirilayotgan sarmoyalar o'z samarasini albatta beradi, dedi prezident. Aytish joizki, mamlakatimizning hozirgi salohiyati oldida ilm-fanning hissasi u qadar sezilayotgani yo'q. Shu bois bu borada muhim tashabbuslarni hayotga tatbiq etish lozimligi uqtirildi. Mamlakatimiz rahbariga shu joyning o'zida institut ilmiy jamoasi tomonidan keyingi yillarda ishlab chiqilgan xorijiy davlatlarda qiziqish katta bo'lgan substansiya va preparatlar, ularning farmatsevtika va boshqa sanoat yo'nalishlarini rivojlantirishdagi ahamiyat haqida so'zlab berildi. Shundan so'ng prezidentimiz o'simliklarni maydalashdan tortib, tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladigan zamonaviy texnologiya imkoniyatlari bilan tanishdi va mazkur yo'nalishni ravnaq toptirish bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Institutda Fanlar akademiyasi akademiklari, olimlar, ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta'lim dargohlari rahbarlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralar mutasaddilari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari ushbu uchrashuv 2016-yil dekabr oyida o'tkazilgan muloqotning mantiqiy davomi ekanligini ta'kidlab, ilm-fan rivoji, ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi islohotlarning ma'no mazmuni, tashqi siyosat samaralari haqida o'z fikr-mulohazalarini bayon qildi. Ertangi kunni tasavvur qilgan davlat dunyo hamjamiyatiga raqobatbardosh bo'laman degan har bir davlat albatta mana shu ilm bilan hamnafas bo'lib, ko'proq uchrashib, hamma ishini olimlar bilan birgalikda qilsa, ana shunday natijaga erishamiz. Bozor iqtisodiyoti bu shafqatsiz. Bozorga agar biz raqobat bilan tayyor bo'lmasak, hech qachon o'zimizni o'rnimizni hech qaysi sohada topolmaymiz. 22 yil tanaffusdan keyin biz mana yangi akademiklar tayinladik. 22 yil tanaffus u yarim chorak asr degani. Chorak asrda akademiya rivojlanishiga e'tibor qilinmagani bu men o'ylayman juda katta xato. Endi bu xatoni biz intensiv va progressiv rivojlanishni qilmasak, traditsion yo'l bilan biz uni yetib olmaymiz. Shuning uchun nimalarga biz e'tibor qilishimiz kerakki, mana shu hozirgi mana shu akademiyani faoliyatini, mana biz akademiyaga ana shu o'zini xarajatlarini byudjetdan qoplash bo'yicha qaror qabul qilib berdik. Mana kechagi qarorni men juda ko'p harakat qildim. Shu sizlar bilan uchrashgancha qaror chiqarish bo'yicha akademiklar sharoiti, professorlar sharoiti, doktorlar sharoiti hammasi hozirgi albatta yana bir marta aytaman, raqobatbardosh bo'lishga asos yo'q desak, u ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bugungi sizlar bilan uchrashuvimiz eng katta yo'nalish bu akademiyani va tadqiqot institutlarini ertangi tahlili va ertangi kuniga nimalar e'tibor berishimiz kerak. Maktabgacha ta'lim bilan maktabni rivojlantirish bu bizning strategiyamiz bo'ladi. Va ilmni albatta rivojlantiramiz. Fizika, matematika bo'yicha ham, biologiya, kimya, mana hozir Ulug'bek maktabini qilyapmiz, Al-Xorazmiy maktabini. Hamma bu maktablarni biz innovatsiya vazirligini qoshida qilamiz. Eng zo'r ilmiy domlalar yerda dars berish kerak. Matematikadan, fizikadan, biologiyadan, ximiyadan va hokazo. Klaster tizimiga o'tyapmiz. Klaster tizimi degani bu hamma sohada o'tamiz. Raqobatbardosh. Paxtani ham klaster qiladi, egasi bo'ladi. Paxtani endi kim ekadi? Klaster ekadi. Qaysi sortini ekadi? Endi u klaster albatta olimlar bilan ishlaydi. Nimaga desa, unga ko'proq daromad qilish uchun kim nima kerak? Nav kerak. Navni kim qiladi? Olim kerak. Olimga pul berish kerak, sharoit yaratish kerak. Shunda nav bo'ladi. Ikkinchidan biz aytamiz raqobatbardosh deymiz. Bu kollejda bitta mexanik traktor haydayotgan odam tayinlamasak, suvchi tayinlamasak, u kollej kimga kerak u kollej? Mexanik yo'q hozir. Bilasizlarmi? Mexanik, injener mexanik yo'q. Ilmga endi bitta narsa kerak. Ilmini sotib oladigan tashkilot kerak. Bu uchun nima kerak? Mablag' kerak, investitsiya kerak. Shuning uchun mana shu import 14,5 milliard bir yilda import kelyapti. Xudo xolasa 35% yo 40% yerimiz meva sabzavot bilan bo'ladi. Lekin preparat biz 25 yil ichida bironta na uzumga, na anoriga
Umuman biofon degan narsani faqat paxtadan boshqa hech bolada bilmadik. Original dori vositalarini kengaytirish kerak uni. Urug'lik, mana kartoshka bo'yicha biz qancha ishlaganmiz. Uni ham davom qilish kerak. Bari kartoshka non-u, ikkinchi non, u ham chetdan olib kelyapmiz. Milliard o'tgan yil men Belorusiyadan iltimos qilib olib keldim, yetmagan. Uni qachonlar agar shuni qilganimizda bir paytlari bor edi bizda zo'r ishlar, hammasi yo'q bo'lib ketdi. Akademik bo'ldimi, millatga, vatanga xizmat qilish kerak. Samimiy xizmat qilish kerak. Samimiy degani maktab yaratish kerak. Uchrashuvda prezidentimiz barcha yo'nalishlardagi ilmiy tadqiqot muassasalari rahbarlarining takliflari, sohani tez sur'atlarda rivojlantirish haqidagi mulohazalarini eshitdi. Shu joyning o'zida ko'tarilgan masalalarga yechim topildi. Mutasaddilarga mavjud muammolarni samarali hal etish yuzasidan zarur topshiriqlar berildi. Mamlakatimiz rahbari ilmiy tadqiqot institutlari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish, ularga reyting ko'rsatkichlariga qarab baho berish, respublikamizdagi oliy ta'lim dargohlari bilan o'zaro uyg'unlikni ta'minlash lozimligini ta'kidladi. Endilikda ilmiy tadqiqot institutlari direktorlari bir vaqtning o'zida oliy ta'lim dargohlarining prorektorlari sifatida ham faoliyat ko'rsatib, innovatsion yangiliklarni o'qituvchi va o'quvchilar orasida targ'ib qilishini ta'minlashimiz darkor dedi davlatimiz rahbari. Yig'ilishda Prezidentimiz shuningdek O'zbekistonni 2019-2020 yillarda innovatsion rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish, tadqiqotchilar, olimlarni uy-joylar bilan imtiyozli ta'minlash, yurtimiz tarixida ilk marotaba akademik shogirdi faxriy nishonini ta'sis etish, O'zbekiston milliy gerbariy innovatsion rivojlanish vazirligi tasarrufida esa yosh biologlar va kimyogarlar iqtidorli bolalar maktablarini tashkil etish tashabbusini ham ilgari surdi. Ilmsiz ertangi O'zbekistonni kelajagini ko'rolmayapman. Shuning uchun o'zim kelganim sizlarga yana bir marta qandaydir ishonch, kunch bag'ishlab, shu bilan birga hozir mana 32 ta yangi akademiklarimiz, umuman akademiyamiz, ilmiy tadqiqot institutlarimiz, mana hozir biz akademiklarga yo'l xaritasi berganlarimiz ham bejiz emas. Agar biz yoshlarimizni ilmga qaytarmasak, qanday og'ir oldimizda vazifa turgan bo'lsa ham, lekin yoshlarimizni ilmga qaytarmasak, agar biz mana shu ilmiy salohiyatimizni kuchaytirmasak, ertaga dunyo hamjamiyatda raqobatbardosh bo'lolmaymiz. Juda aqlli, juda ilmga tashna bo'lgan yoshlarimiz juda ko'p. Kechagi qarorim shuki, o'sha yoshlar qaytsin bilimga, shu laboratoriyalarga qaytsin, oliygohlarda ko'proq o'qitsin deyapmiz. Bugungi majlisdan keyin bu dargoh ham, sizlar ham har birlaring, akademigimizning vitse-prezidentlari ham o'zini institutlariga, bizni bosh vazirimizni bosh vazir o'rinbosarlari ham o'zini yo'nalishlari bo'yicha agar hammamiz bir yoqadan chiqarib, mana shu bugungi rejalarimizni mutlaqo boshqacha qilib, ilmiy yutuqlarimizni amalda ko'rsata olsak, sizlarda hamma ilmiy yutuqlaringni amalda ko'rsata olsak, ana shunda hozirgi ana shu siyosatimizni strategiyasini, taktikasini amalda bajargan bo'lamiz. Orqaga yo'l yo'q. Qanday bo'lmasa ham oldinga yuramiz. Yengil bo'lmaydi. Og'ir bo'ladi. Tartib bundan ham qattiq bo'ladi. Talab bundan 3 barobar kuchli bo'ladi. Xalqimizni ishonchini qozonish bu men uchun eng katta va buyuk masala. Ana shu buyuk masalaga sizlar ham birgalikda hammamiz ham nafas bo'lib, yelkadosh bo'lib harakat qilsak, ana shundan natijaga erishamiz. Bir narsaga ishoninglar, ertangi kunimiz farovon. Nimaga? Biz halollik bilan, poklik bilan, sadoqat bilan xalqimizga xizmat qilyapmiz. Xudo taoloning o'zi madadkor bo'ladi. Sizlarga sihat, salomatlik, kuch, qudrat tilayman. Sog' bo'linglar. Yangidan bunyod etilayotgan harbiylar shaharchasi joriy yil davomida umumiy maydoni 31,1 gektarni tashkil qiladigan ushbu hududda 49 ta ko'p qavatli uylar qurilib foydalanishga